Mani muvaffaqiyatimni 3-4 yilga orqaga surib yuborgan bitta voqea bo'lgan. Ya'ni o'sha yuksalishda dars berib yurgan paytlarimda, hali shu paytgacha biznes ochganmiz, boshqasi bo'lgan, endi sekin-sekin ko'tarilib kelayotgan bola birdaniga 100 ta bolaga o'qituvchi bo'ldi. 100 ta bola sizni ustoz deyapti. Men ustoz deyishyapti, keyin menda nima bo'lyapti? Ustoz ekanman deyapti. Ustoz ekanman deyapman-da, o'sha sal kibr yoki manmanlik paydo bo'lyapti-da, o'zimni ustimda ishlashdan to'xtab qoldim. Nimadir qilishga boshqasi. Men bilaman, shuncha bola meni ustoz bo'lyapti. Normal hammasi turib, sal bo'shashganman. Va oradan ozgincha vaqt o'tdi. O'sha o'zim ustimda ishlamagan paytlarim 2-3 yildan keyin o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Va hayot mana shunaqa sirkaladi. Bizneslarim, obro'yim, nimalarga erishgan hamma narsam ketib, o'sha boyitgandek ahrani lavozimda ishlashga majbur bo'lganman. Insonni muvaffaqiyatidan to'sib turadigan eng yomon narsa o'zidan xotirjam bo'lib qolishi. Men o'sha bilaman, yetib keldim, o'rganishim shart emas, o'sishim shart emas degan kuni o'zini qulashini birinchi qadamini bosgan kuni bo'ladi.